Do'stlar, bahor keldi, qurilish sezoni boshlandi. Eng birinchi bo'lib qurilishda, ya'ni poydevor g'isht urilgandan keyin fasad qismi boshlanadi. Lekin bahor, kuzda yomg'ir sachin bo'lgan hisobiga, ya'ni fasadingiz urinishni boshlanadi. Do'stlar, O'zbekistonda tashqi fasadga yangiliklardan biri fasadli plita bo'ladi. Xo'p, bu fasadli plitani nimasi yangilik desalar, do'stlar, birinchi bo'lib bu akalarimizga, ya'ni biz hozir Andijonda Gold Euro fasadga yetib kelganmiz. Qanaqa fasadli plitada birinchi bo'lib yangilikchisi akalarimizda boshlanadi. Eng qizig'i mashinamizga qarasalar 3D, ya'ni fasadli plita bo'ladi. Mana shu fasadimizga adashmasam 1 yildan o'tdi, lekin mana shu changi turibdi yo'l bo'yida. Bitta artpas shum bilan toza bo'ladi. Super mo'yshi bo'ladi do'stlar. 1000 xildan ziyod fasadlari bo'ladi. Eng qizig'i ushbu biznesni o'rganaman desalar, o'rgatishar ekan akalarimiz. Mana shu fasadimizni o'zi, ya'ni showroom bo'ladi, tagida, ya'ni oddiy devor bo'ladi. Montajiga ahamiyat bersalar, do'stlar, liboy, ya'ni mana shunaqa sho'rlaydigan devorga ham bemalol qilsa ham bo'ladi. Rekani to'qib turib, bitta mashinamiz qo'yib qo'yasizlar, shu bilan hisob bo'ladi. Bu fasadli plita do'stlar, ahamiyat qilib qo'yinglar. Ya'ni soker qismiga ham, ya'ni tashqarida fasadga ham bemalol ishlatsa ham bo'lar ekan. Videoda boshida aytganimizda super mo'yshi bo'ladi. Bemalol karchirlab yuysa ham bo'lar ekan. Undan tashqari kuniga $50 dan $100 topishtirishni ko'rmoqchi bo'lsalar yoki o'rganmoqchi bo'lsalar ham to'liq ma'lumotni endi Davron akadan olamiz. Assalomu alaykum. Davron aka, charchamang. Ishlar yaxshimi? Momsiz aka, tuzimsiz? Mashina aka uzr endi taqib qo'yamiz. Aka, mana videoda boshida aytdimki, ya'ni fasadli plitada nima yangilikchisi birinchi bo'lib Gold Euro fasadlar. Bu yolg'on emas, Alloh qo'shdi gap emas aka. Birinchi navbatda nimaki yangilikchisi Gold Euro fasadi chiqadi, keyin boshqalarda. Biz bilasiz, ob'yomimiz ham fasadli plitka juda katta O'rta Osiyoda. To'g'ri. Alhamdulillah. Buni asosan biznesini ham sotamiz qoliblarini. Xudo xolasa bu biznesni o'rganib, aka $50 dan $100 gacha topayotganlar bor. Uni oshig'i bilan topsangiz ham bo'ladi. Harakat qilib. Bu yerda mana biznes o'rganmoqchi bo'lib kelganlar uchun обучение kurslarimiz mutlaqo besplatniy. Yotoq sharoitlari, bir mahal issiq-ovqati, bir 8 xil, 9 xil, bir 10 xilga dovur quyishni o'rgatamiz. Bu yerda biz sinovimizdan o'tgandan keyin o'zini viloyatiga, o'zini davlatiga borib bemalol biznesni boshlasa bo'laveradi. Keyin ko'pchilik qo'rqadi, xaridor topamizmi bu narsaga ishni boshlaganimizdan keyin. Oyoqqa turguncha birinchi navbatda klient bilan ham ta'minlab turamiz. O'zini viloyatidan, o'zini shahridan, o'zini davlatidan tushayotgan klientlar bilan inshaalloh ta'minlab turamiz oyoqqa turguncha. Ya'ni do'stlar, kuchayib olguncha demak, birinchi biznes boshlagan odam klienti yo'qmikin, bormikin deb boshida o'ylanmaydi. Yo'g'iga qo'yganini o'zi olib ketadi. U yog'ini xudo xolasa aravasini tortaradi. Tashab qo'ymaymiz shu holatda ham. Bizning zakasimiz ko'paygan sari o'zini viloyatda, shaharda tushayotgan zakaslar bilan ta'minlab turamiz. Ta'minlab turiladi. Xo'p, aka bu biznes haqida aytdik. Endi fasadimizga keladigan bo'lsak, aka, men 20 yildan 30 yilgacha bemalol yetadi. Albatta, 20 hozirgi kunda bu fasadli plitkalarimizga 20 yil garantiya beryapmiz. Birinchi navbatda issiqqa chidamlik, mo'yshik, har kuni karchilab yuvsa ham bo'laveradi. Suxoy montaj, qishda qilsa ham, bahor fasl tanlamaydi, devor tanlamaydi. Har qanday devorda ham profildan yoki rekadan karkas to'qib qotirsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ya'ni do'stlar, buni qaranglar. Havosi ketsa, havo sovib ketsa, qanaqadir muzlamalarda farqi yo'q. Qatirilaveradi. Shunday ketaveradi. Sho'r devor, paxsa devor, qizig'i yo'q. Umuman devor tanlamaydi. Asosan bu devorda rak kasali desa, sho'r hisoblanadigan bo'lsa, bu davosi. Chunki devordan sho'rlayotgan devorlardan 4-5 sm oralig'i bo'ladi. Ko'pchilik so'rayapti, orqasida po'ka yopishganlari ham bormi deyapti. Yo'q. Rekadan yoki profildan karkas to'qib, orasini utepленный qilsa ham bo'laveradi. Baza, stiklavata, po'ka, penoplast, ashlar tashlasa bo'laveradi bemalol. Bemalol. Pena ham qilsalar ham bo'laveradi. Sharoitga qarab qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, aka, bu yerda ahamiyat bersam, hozir endi birma-bir tanishtirsam, menimcha videomiz. Bu yerda hozirgi kunda bularimiz eng katta yangiliklarimiz 25-26-yilda chiqarishni boshladik. Juda ham ko'p yangiliklarimiz, narx-navolar 65 ming so'mdan, plitkalarimiz narxi o'zgarligi yo'q. 120 ming so'mgacha, 65 mingdan 120 minggacha. Ko'pchilik usta puli bilanmi degan savol beryapti. Usta puli отдельный bo'ladi. Toshning narxi, endi yangiliklar bilan tanishtiradigan bo'lsak, uka
o'tgan yillar mana bu yilgi 26-yilgi yangiliklarimizdan lazerli 3D deb chiqdi bu. Buni 4 xil, 5 xil svet qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Keyin mana Dakotamiz chiqdi yangiliklardan. O'tgan yili beruvdimiz sizga, o'tgan yili keluvdingizmi? Undan keyingi juda ko'p yangiliklarimiz chiqqan. Mana klassika modellarimiz chiqqan uka. Mana hozirgi kunda eng trendda bo'layotganlaridan. Cho'tka. Keyin mana Lego so'qilimiz chiqqan. Buni ham ranglarini har xil qilib qo'ysa bo'laveradi. Xaridorda talabiga, ko'niga qarab turib, xohlagan rangidan xohlagan plitkamizni qo'yib beramiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Keyin bu yerda mana yana yangi kirpishli toshlarimizdan chiqqan bulardan mana Kanakovskiy deb hozirgi kunda trendda bu ham. Buni tagiga mana Lego so'qilimiz bo'la rangidan qo'yib qo'yganmiz. Keyin 4D'larimizni beruvdimiz sizga. 4D'lar aytilgani hali kamyob edi unda, oz ko'paygan. 4D'larimiz chiqqan. 3D ham bilasiz, shu yerda chiqqan birinchi. 4D'ni bitta ajralib turadigan tomoni mana soyasi tushib turadi. Ko'ryapsizmi? Отдельный kirpichi, отдельный qo'yiladi-da. Buni orqasi mana soya bersa bo'laveradi bemalol. Mana 4D'larimiz. Keyin Montana so'qilimizdan chiqqan mana hozirgi kunda mana eng trendda bo'layotgan so'qillarimizdan mana ommabop. Ommabop, ya'ni o'sha Mana bizda trendga chiqayotgan travertinli deyshadi. Ashunaqalarga uyga ham tushaveradi. So'kil qismiga ham, fasadga ham. so'qilga ham, fasadga ham qilsa bo'laveradi. Boraveradi, bemalol ishlatsa bo'laveradi. Narx-navolarimiz o'sha 65 ming so'mdan 120 minggacha. Qoliplarimiz narxlari ham o'zgarligi ham yo'q. O'sha. Aha. Xohlasa. $130 garantiyasi yo'q. 195 Zo'r. Ular garantiyali, ofisialni 5 yil garantiyasi bor. Gold Euro fasadni o'zi brendi asosida ishlab chiqariladigan qoliplarimizdan. zo'r. Ya'ni nimasida farqi bor sanang? Ya'ni buni materialda materialida farqi bor. Buni kuniga 70 gradus issiqqa 5 yil kirib berishiga garantiya beramiz. Zo'r. 70-80 gradusga. Xudo xolasa. Bularimiz garantiyalilar. Qaranglar, qolip olyapsanlar, do'stlar, bu qolipning ichida o'rgatib qo'yish, abuchini yeb ichish hamma yo'q shu yerda. Besplatniy shuning ichida. Yaxshi tomoni, bizda hali bitta gap bor trendga. Tajriba qo'yonchasi shu yerda bo'ladi. Albatta. Xatoni ham shu yerda qiladi. Xatoni ham shu yerda qiladi. Xudo xolasa. Bemalol shu yerda o'rganib ketsanlar ham bo'laveradi. Kel Sardor, mana men Sardor Bey, Farg'onadan. Farg'onadan. Xudo xolasa. O'tgan yil mana 1 yil bo'ldi boshlaganiga. Hozir yana mana qoliplariga keldi. Farg'ona Quva tumanidan zakazlar tushadigan bo'lsa, buni ham o'z berasiz reklama. Bundan oldin video qo'ydik. Bundan oldin qo'yasiz. Bemalol Sardorga chiqaradi. Sifati Gold Euro fasad bilan bir xil. Xudo xolasa. Hijolat qilib qo'ymaydi. Hijolat qilmayapti. Mana yosh bo'lishiga qaramasdan, alhamdulillah, ishini yosh tadbirkorlar deydi-yu, rivojlantirganlardan bittasi Sardor bo'ladi. Xudo xolasa. Do'stlar, pastda akalarimiz nomerlarini qoldirdik. Menimcha qisqacha Davron aka hamma yo'qda aytdik. Hamma yo'q aytdi. Qolgani pastda nomerlarimiz qoldi. Ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomerlarga telefon qilishaveradi. To'liq 100% bera olamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.